Assalomu alaykum, Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Ofi Ahim Bobaydagi yana bir ishimizni bitirdik. Burada Akram akaning uyida ishladik. Burada 510 kvadrat stayaj qo'ydik. Stajimizning qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Bordiyorimiz 170 metr bo'ldi. Bordiorimizning ichida mana fundamentlar ham bor. Garajining fundamenti ham fundament ham bordiyor bo'lib quyilib ketdi. 170 metr. Bordiorimizning balandligi bordiyorlarimizning 170 metr. 1 metr bo'ldi. Eni 30 bo'ldi. 30 dan ensiz bo'lmadi. Shunday 50 etib quydirdi. Quygan yerlarimiz to'g'riligi. Mana bordiyorlarimizning to'g'riligi. Hamma xarajatda ketgan hisobladik. Qo'laqisi, setkisi, klyonkisi 640 xalta sement ketdi. 9 kamas shibin ketdi. Beton shluga ketgan chagalarning için pulini hisobladik hamma. Seni hisoblab bunday deb aynan hamma ketgan xarajati hisoblab qo'yibmiz. 104 million so'm pul bo'ldi. Qo'laqisi, setkisi, klyonkisi ketgan xarajatlari hammasi ichida shu 104 millionning mana buneram ham bordiyor, ham fundament bo'ldi. Bu yozgi kuxnisi. Mana bu yere akşam koygan yerimiz. Yine bir marta aytaman. 104 milyon so'm pul ketdi. Qo'laqisi ketgan xarajatda hammasi mana qo'yib qo'ygan turbalarning uchun hamma narsa ichinde.